Kim kelyapti seni yoningga? Tushunmadim. Kim olib keldi mana meni? Yarashibdimi? Kim qatnayapti seni yoningga? Mana meni kim olib keldi? Jahlimga chiqarma. Oyoq qo'limni sindiraman agar topsam. Ukam olib keldi. Ishonmasangiz Nishon akadan so'rang. Hozir so'rayman. Hozir Nishon aka. Hey Nishon aka. Xotinim oldiga kim kelyapti? Mana spirgini kim olib keldi? Bir yigit kelyapti. Kim? Ukasiman deb aytdi. Ukasi? Hozir ukasini ham chaqiraman. Yillar o'tsa, sochlaring oppoq bo'lsa ham quchog'imdasan. Opam, bola yaxshi ko'lardi-ku. Olib keldim. Sen olib kelibsan. Pochcha. Shu tamrash qolsa. Bir paytlar sendan uyalib yurgan ukang gul ko'tarib ketdi. Shivirlaysan men sendaman va bunga yana ishonaman. Chunki men seni butun qalbim bilan sevarman. Har nafasimda sening baxting uchun yashayman. Anajon! Ma, sen sumkani olib kirib qo'ygan. Sen ozgina o'zingni qo'lga olgin. Mana qizingni ham chalg'iysan deb olib keldim. Odamlar sen to'ringda jinni bo'lib qolgan deb o'ylashyapti. Unga ham ota mehri kerak. O'zi yaqinda onasidan ayrildi. Sal bo'lsa ham o'zing qo'lga olgin. Qanaqa qilib davolasa bo'ladi? Davolashni eng avvalo tabletkalardan boshlash kerak. Bilganinglarni qiling. Tushuning, men bilan bunaqa gaplashib yurishingizni kelajagi yo'q. O'tmishi bor. Yomg'irda so'yan, sovuqda issiqliging, har faslingda senga bo'lib qolaman. Iflos. Aka. Tetraplegiya. Oyoq qo'l falajligi. Endi u oddiy qo'rchoq bo'lib yashash mumkin. Sizga sabr tilayman. Короче, bir hafta muhlat. Chiqib ketasizlar. Bu uy bizani nomimizda. Bo'shatib berishinglar shart. Gapiringiz hamda erkakga o'xshab. Battar bo'lgin. Chi oldimga. Qochmoqchining hammasini menga tashlab. O'sham ko'prikdan sakrab qutulmoqchimiding, ey? O'zing yo'q qilish ham qo'lingdan kelmadi. Tomosha qilib o'tiribsan hozir. Meni azoblanishimni ko'rib. Qiynalib ketdim, ey. Qiynalib ketdim men, ey. Umid. Xafa bo'ldingmi, ukam? Tur. Tur.
so'ray. Ey. Ukam o'tib qoldi. Domla peshinga janozaga olib kelmoqchi edim. Aka, jon deb o'qib berardim ming bor uzr, lekin safarga chiqib ketishim kerak edi. G'assol kerak edi, siz oldingizga jo'natishdim. Ozgina mazam yo'q edi. Boshqa odam topinglar.